Biror narsadan qochgandek o'zimdan qochib boryapman. O'z ko'nglimning so'zlarini eshitishdan cho'chiyman. Qalbimga quloq solish men uchun juda og'ir. Agar yuragimning dardlarini tinglaydigan bo'lsam, o'zimga ham, boshqalarga ham jabr qilishimni bilaman. Men muhabbat dardiga chalinganman. Ammo buni tan olishni sira istamayman. Aniqrog'i, haqqim yo'q bunga. Men oilali, farzandlari ancha ulg'ayib qolgan odamni sevib qoldim. Uni sevib qolishni, erkakka qaragandek qarashni hech ham xohlamagandim. Nima qilay? Ko'ngilga buyruq berib bo'lmas ekan. Qalb ehtiyojlarini unutishga intilganing sari ulkanlashib, chuqurlashib boraverar ekan. Menda ham xuddi shunday bo'ldi. Uni o'ylamaslikka harakat qildim ko'p. Ammo barcha urinishlarim bekor ketdi. Uning yoshi 35 ta. U menga hech kim emasdi. Do'konga nonmi, mayda chuydami olishga chiqqanda uchratgandim uni ilk bor. U do'konda sotuvchi bo'lib ishlardi. Uning muloyim gapirishimi, e'tibor bilan qarashimi ko'nglimga yoqib tushgan, yana so'zlashishga undagandi. To'g'ri, u menga boshqacha ko'z bilan qaramagan. Buni xayoliga keltirmagan ham. U bilan do'stlashib qolgandik go'yo. Bilaman, u meni qizidek ko'rardi. Ammo mening tuyg'ularim tamoman o'zgacha edi. Avvaliga unga bog'lanib qolayotganimni sezmagandim. Lekin u mehnat ta'tiliga chiqib do'konda ko'rinmay qolganda yuragimda ne his paydo bo'lganini tushundim. Uni ko'rmaslik men uchun juda og'ir edi. Aqlli gaplarini eshitmaslik qalbimni sog'inch qiynardi. Asos bo'lsa bo'lmasa bahona topib do'konga chiqib kelaverardim. Uni bir ko'rish, bir og'iz gaplashish ilinjida. Menga shuning o'zi kifoya edi. Bizning suhbatimiz odatda uning oilasi, farzandlari va mening maktabni bitirib qayerga kirishim to'g'risida bo'lardi. Men undan sira iymanmay orzu-umidlarim, barcha o'y-hayollarimni so'zlab berardim. U ham meni e'tibor bilan tinglardi. Uyda esa men bunday munosabatga umid qilmasam ham bo'lardi. Chunki ota-onam ertalabdan kechgacha ish bilan band, mening dardu hasratlarimni tinglashga xohishi ham yo'q edi, vaqti ham. U esa menga yaqinlarimdan ancha mehribon edi. U bilan ko'rishganimda ko'zlarimni olib qochishga, tikilib qolmaslikka urinardim. Nigohlarim dilimdagini oshkor etib qo'ymasin deb. U dardimdan ogoh bo'lib, men bilan ko'rishmay, so'zlashmay qo'yishidan juda qo'rqardim. Mehr bilan qarashlari jonimni to'kib qo'yadigandek hayajonlanib ketardim. Shuni ham men baxt deb hisoblardim. Biroq beshafqat taqdir uni ko'rib turish baxtidan ham benasib qildi. Ota-onam boshqa joydan uy oldi. Hammamiz ko'chib ketdik. Men uni ko'rishdan mosuvo bo'ldim. Baxtsiz edim. Ayriliqqa qanday qilib bardosh berib olishimni tasavvur qila olmasdim. U bilan xayrlashishni o'ylasam, yuragimni vahima bosardi. Dilimdagini aytishni istardim. Ammo tilim aylanmasligini, unga bu gaplarni ayta olmasligimni bilardim. Biroq u bilan xayrlashgandan ko'ra hech nima demay, hayajonga qayta berilmay ketish osonroqda edi. Xullas, ketdik. Mana, oradan 6 yil o'tdi. Men maktabni bitirib, oliygohga kirdim. 4 yil o'qib, oliy ma'lumotli bo'lishga ham ulgurdim. Turfa fe'lli yigit-qizlar bilan tanishdim, do'stlashdim. Ba'zi oshiqlarning sevgi izhorlarini eshitdim ham. Ortimdan yelib yugurganlar talay bo'lmasa-da ancha edi. Ularning hech biri ko'nglimga yoqmasdi. Yuragim jiz etmasdi. Hammasiga rad javob berardim. Nazarimda birortasi meni chin yurakdan seva olmas, o'sha do'konchidek tushunmasdi. Men uni qo'msardim. Yolg'iz uni. Uyimizga kelayotgan sovchilarga rad javob berishdan oyim ham charchadi shekilli, meni siquvga olishni boshlagan. Qachon kelajagingni o'ylaysan sen qiz o'zi? Yoshing o'tib ketyapti-ku. Bunday jiddiy qaraysanmi ahvolingga? derdi. Men esa pinagimni ham buzmayman go'yo. Ahvolimga nima qipti oyi? Yuribman-da sizning davringizda. Oyim meni rosa koyiydi. Yo'lga solmoqchi bo'ladi. Men o'jarligimni qo'ymayman. Do'konchimdan boshqani sevishni tasavvur qila olmayman. Undan boshqaga ko'ngil qo'ya olmayman. Xotiralar shunday azob beradiki, dilimdan o'sha sevgining izlarini o'chirib tashlay olmayman. Bunga ko'p urindim. Ba'zan endi kimdan sovchi kelsa ham rozilik berib yuboraman deyman. Ammo sovchilar kelishi bilan yana aynib qolaman. Yurak ko'nmaydi.
Men taqdirimdan nolimayman. O'zimdan og'rinaman xolos. Axir do'konchiga ko'ngil qo'ygan menman-ku. Mening qalbim-ku unga eshiklarini ochgan. O'zimdan, ko'nglimdan qochib ketishga qanchalik urinmay foydasi bo'lmayapti. Nima qilishga, o'sha besamar sevgini qanday qilib yurakdan o'chirishga hayronman. Bilolmayman.